Assalomu alaykum. Ushbu videoda sizni ingliz tilida sayratib boradigan va speaking ballingizni kamida 1 ballga oshirib beradigan bitta umumiy qoida va 3 ta praktika usuli bilan bo'lishaman. Bu usullarni amaliyotda qo'llash orqali siz lug'at yodlayman, ammo uni speakingda ishlata olmayman, gapirguncha esimga kelmaydi, fikrlarim tarqoqligidan uzoq pauza qilib to'xtab qolaman yoki out of topic gapirib yuboraman degan muammolaringizga bittadan yechim topasiz. Mana sizga tayyor misol. Go'zal ismli o'quvchim bu usullarni amaliyotda qo'llash orqali speaking ballni 7,5 ga ko'tarib olgan. O'zimni qisqacha tanishtirsam, mening ismim Gulora Muzaffarova, 13 yillik tajribaga ega ingliz tili o'qituvchisiman hamda IELTS Bootcamp onlayn kursini muallifiman. Shaxsiy IELTS ballim 8,5 va shu paytga qadar 1000 dan ortiq o'quvchilarga o'zlari orzu qilgan IELTS ballariga erishishga yordam berganman. Sizga bitta yorqin misol, birinchi IELTSga tayyorlagan o'quvchimning o'ziyoq 6,5 ball olishga muvaffaq bo'lgan. Sizning ham orzungizdagi ballga erishishga sidqi dildan yordam beraman. Hozirgi natijalar esa quyidagicha. Bugungi videoning asosiy mavzusi nima uchun ko'pchilik yillab ingliz tilini o'rganadi-yu, lekin bu tilda gapira olmaydi, gapirishga kelganda dovdirab qoladi. Chunki javobi oddiy, siz va ular ham 80 ga 20 qoidasini bilmaysiz. Bu qanaqa qoida? Bugungi videoda men sizga shu narsani o'rgataman, ammo kelishib olaylik, men o'rgatayotgan narsalarni siz bilib turib amaliyotda qo'llamasangiz sizga hech qanaqa foyda qilmaydi. Amaliyotda gap bu. Kelishdikmi? 80 ga 20 o'zi qanaqa qoida, u nima degani deb hozir hayron bo'lib turgan bo'lsangiz kerak. Bu degani ingliz tilida 80% nutqda ishlatiladigan gaplarni tushunishingiz uchun o'zingiz ham fikringizni 80% qismini erkin yetkazib bera olishingiz uchun o'zi 2000 ta nutqda eng ko'p ishlatiladigan so'zlar va 50 ta grammatika strukturasi bor. Mana shu 2000 ta so'z va 50 ta qoidani yaxshilab o'rganib chiqsangiz, siz 80% nutqni tushuna olasiz. O'zingiz ham fikrlaringizning 80% ni katta qismini erkin, qiynalmasdan yetkazib bera olasiz. Qolgan 20% esa kamroq ishlatiladigan so'zlar, nutqda kam ishlaydigan iboralardan iborat bo'ladi va ularni bilmasangiz ham unaqa tushunishga yoki gapirishga qiynalib qolmaysiz. Shuning uchun ham duch kelgan so'zni yoki kam ishlatiladigan ilmiy so'zlarni, iboralarni o'rganish o'rniga siz nutqda eng ko'p ishlatiladigan 2000 ta so'zni bilsangiz va eng ko'p qo'llanadigan 50 ta qoidani puxta o'rganib chiqsangiz, demak siz bu tilda erkin gapira olasiz. Xo'sh, qanaqa qilib mana shu eng ko'p ishlatiladigan lug'atlarni va grammatika qoidalarini topish mumkin va ularni o'zi qanaqa qilib o'rganish kerak? Hozir birinchi bo'lib qaysi kitoblardan topish mumkinligini o'rgataman. Kitoblarga keladigan bo'lsak, so'zlarni hamma eshitgan kitob bor. 4000 Essential Words in English kitobi bor. Paul Nation muallifligida yozilgan. Mana shu kitoblar 6 ta kitobdan iborat, bitta katta to'plam. Hammasini yodlab chiqing demayman. 4000 tani o'rganish qiyin. Hech bo'lmaganda 3 tasini, birinchi, ikkinchi, uchinchi qismini puxta o'rganib chiqing, yaxshilab yodlab chiqing. Erkin gapirishingiz uchun shularni o'zi ham yetarli. Grammatikani esa Raymond Murphy muallifligidagi English Grammar in Use kitobidan intermediate darajasini yaxshi o'rganib chiqsangiz yoki Oxford Practice Grammar kitobi John Eastwood tomonidan yozilgan. Mana shu ikkita kitobdan bittasini o'rganib chiqsangiz, sizda yetarlicha grammatika qoliplari bo'ladi. Bu kitoblarni o'zi qayerdan topsam bo'ladi deb o'ylayotgan bo'lsangiz, siz uchun tayyor Telegram kanalimga yuklab qo'yaman. Telegramga kirib poiskdan Gulora Muzaffarova deb qidirsangiz, Gulora Muzaffarova asosiy kanal deb yozilgan kanalim chiqib keladi va mana shu kanalda shared files qismidan topishingiz mumkin. Yoki havolani topa olmasangiz, mana shu video ostidagi izohlarda ham siz uchun qoldiramiz. Endi videoni asosiy kerakli qismiga o'tyapmiz. Hamma biladi qaysi kitoblarni o'qish kerak. Bu kitob menimcha sizni kompyuteringizda, telefoningizda bo'lsa ham kerak, ammo asosiy muammo ularni qanaqa qilib samarali o'rganishda. Xo'sh, Gulora teacher, siz menga kitoblarni aytdingiz, grammatikalarni aytdingiz. Ularni endi men qanaqa qilib o'rganaman? Qanaqa qilib o'rgansam xotiramda yaxshi qoladi va nutqimda qo'llay olaman? Asosiy muammo shunda, kitob topishda emas. Aniq bilaman, bu kitoblar sizda ham bor, chunki bu eng mashhur kitoblardan sizlarga tavsiya qildim. Endi
Mana shu lug'atlarni, grammatikalarni o'rganishingiz va amaliyotda bittada zo'r taq qilib qo'llab keta olishingiz uchun men sizga mashhur IELTS va ingliz tili o'qituvchisi, online teacher Keithni usulini o'rgataman. Keithni ko'pchilik bilsa kerak. Zo'r o'qituvchi, shaxsan o'zim rosa ham hurmat qilaman. Mana shu o'qituvchi bizga 3 ta usulni tavsiya qilgan. Tight, loose va free practice usullarini tavsiya qilgan. Mana shu usullar orqali siz speakingga tayyorgarlik ko'rsangiz, ingliz tilida albatta sayrab ketasiz. Agar u aytgan usullarni qo'llasangiz va oxirgacha olib borsangiz. Birinchi usuldan boshlaymiz. Birinchi usulimiz bu tight practice usuli deyiladi. Tight practice yoki boshqacha usuli controlled practice ham deyish mumkin. Ya'ni nazorat bilan nimagadir qarab, qanaqadir qoliplardan foydalanib speaking qilish degan. Buning uchun bizga bitta lug'at kitob kerak bo'ladi. Aytaylik, Collocations in Use kitobi. Bu kitobning yaxshi tarafi bizga speaking uchun mavzulashtirib berilgan lug'atlar bor. Misol uchun 13-mavzusida weatherga oid, ob-havoga oid so'zlar berilgan. Hammasi ob-havoga oid. Mana shu kitobni olasiz, 13-mavzusini ochasiz va weatherga oid lug'atlarni o'rganib chiqasiz. Tayyor misollari bilan berilgan. Masalan, unbroken sunshine, ya'ni quyosh charaqlab turadi, umuman osmonda bulut yo'q degan yoki soak up the sunshine, quyosh nurda toblanib degan. Shu so'zlarni misoliga qarab o'rganasizda, misoliga qarab o'zingiz ham gap tuzib chiqasiz. Erinmang. Eng kerakli o'zingizga yoqqan lug'atlarni olingda, o'zingiz hayotingizga doir, o'zingiz uchun qiziqarli gaplarni tuzib chiqing. Va o'sha tuzgan gaplaringizni bitta speaking uchun alohida daftar tutib, shu daftarga yozib boring. Misol uchun weatherga oid so'zlarni o'rganyapsiz, o'sha so'zlarni yozasiz va gaplar tuzib chiqasiz. So'ngra IELTS speaking imtihoniga tayyorgarlik ko'rayotgan bo'lsangiz yoki aytaylik Safir speaking tayyorgarlik ko'ryapsizmi, umuman ahamiyati yo'q. Weatherga oid savollarni topasiz. Savollarni siz IELTS Speaking Assistant appdan olishingiz mumkin. Bu appda eng yangi savollar berilgan bo'ladi yoki internetdan olishingiz mumkin yoki ChatGPTdan so'rashingiz mumkin. ChatGPT, please give me questions related to topic of weather deb so'rasangiz, sizga weatherga oid savollarni keltirib chiqadi. Endi qarang. Xo'p, agar sizning darajangiz intermediate yoki undan quyiroq bo'lsa, обязательно yozib tayyorgarlik ko'rishingiz kerak. Chunki hali sizning tilingiz, miyangiz, qulog'ingiz ingliz tiliga yaxshi moslashmagan, boshda ozgina yozma tayyorgarlik talab etiladi. Weatherga oid lug'atlarni oldingiz, gaplarni tuzdingiz, savollarni oldingiz, unga ham javoblaringizni tayyorladingiz. Endi ularni gapirish kerak. Gapirish uchun sizga hamroh kerak. Hamma ham hamrohi topa olmaydi. Misol uchun birga dars qiladigan do'stingiz bo'lmasligi mumkin yoki yoningizdagi odamlar ingliz tilida gapirmasligi mumkin. Nima qilasiz? ChatGPT sizga yordamga keladi. Menimcha ChatGPT eng so'nggi ixtirolar orasida eng yaxshisi, ayniqsa til o'rganuvchilarga juda ham zo'r hamroh, juda ham zo'r do'st bo'la oladi. ChatGPTni ochasiz va undan sizga siz o'rgangan mavzuda speaking savollarni so'rab turishini aytasiz yoki savollarni o'zingiz yozib berasiz. Mana shu savollarga men tayyorlandim. Shu savollarni hozir mendan examiner sifatida so'ra va oxirida IELTS speaking criteriaga qarab meni baholab ber, xatolarimni ayt deb so'rashingiz kerak. Ya'ni could you please listen to my answers related to IELTS speaking questions carefully and provide feedback according to IELTS speaking criteria, marking criteria deb prompt kiritasiz, bo'ldi. Bu yog'ini ChatGPTning o'zi qoyillatib tashlaydi. U sizdan savollarni so'rayveradi, siz javob berib ketaverasiz yoki savollarni o'zingiz o'qib, javobingizni aytib bersangiz ham kifoya. Oxirida xatolaringizni aytib, sizga necha balli javob berganingizni ham aytadi. Shu joyda to'xtab qoling. Ko'pchilik shu joyga kelganda to'xtaydi. Yana bitta qadam ko'proq oldinga tashlang, yana bitta harakat qiling. Endi ChatGPTdan sizni o'zingizni javobingizni qaytadan bir ballga oshirib yozib berishni so'rang. Ya'ni could you please refine my answers and tell me how to improve it by 1 band score deb prompt kiritsangiz, qanaqa misol uchun 6 lik gapirgan bo'lsangiz, 7 lik gapirishi usullarini o'rgatadi. Xuddi o'zingizning javoblaringizni 1 ball yuqoriga ko'tarib beradi. Mana shu 1 ball ko'tarilgan javoblarni o'rganib ham yana ham javobingizni yaxshilab olishingiz mumkin bo'ladi. Endi hozir men aytdim sizga, yozma tayyorgarlik ko'ring, intermediate undan past daraja bo'lsangiz, обязательно yozishingiz kerak dedimmi? Hozir so'rashingiz mumkin. Voy teacher, men faqat yozib tayyorgarlik ko'raversam, yozishga o'rganib qolaman-ku. O'zishni faqat yozib gapiraman, o'zim gapira olmayman deyishingiz mumkin. Ana shunda sizga loose practice yordamga keladi. Yozib tayyorgarlik ko'rish speakingga bu endigina speakingni boshlagan o'quvchilarga mos keladi. 1 oycha, 2 oycha yozib tayyorgarlik ko'rasiz,
toki sizni miyangiz, ko'zingiz, qulog'ingiz ingliz tiliga moslashmaguncha. Ko'zingiz ingliz tilini ko'rganda qotishi kerakda, tilingiz ham ingliz tiliga moslashib olish kerak. Qachonki bo'ldi mana 1 oydan beri, 2 oydan beri yozib tayyorgarlik ko'ryapman. Anchagina moslashdim. Endi o'zimga uverenroq bo'ldim deganingizdan keyin endi siz loose practice ga o'tasiz. Loose practice degani bu, siz gapingizni nuqta virgulgacha so'zma-so'z yozmaysiz, to'liq daftarga gapma-gap yozib chiqmaysiz, reja asosida gapirishni boshlaysiz. Bitta speaking savol olasiz. Misol uchun, describe a person from your country who has received an award, medal or a prize. Cambridge 19 da berilgan savol. Ya'ni, sizning mamlakatingizdan bitta odamni tasvirlab bering, u qanaqadir yutuqqa erishgan bo'lishi kerak, medalmi, mukofotmi olgan bo'lishi kerak. Shu savolni olasiz. Endi siz ingliz tilida ozgina bo'lsa ham gapiryapsiz, o'zingizga bo'lgan ishonch bor. Reja tuzing faqat, ya'ni ketma-ket nima demoqchi ekanligingizni o'ylab oling va qisqa nima demoqchi ekanligingizni yozib oling. Misol uchun, mani rejam ekranda ko'rishingiz mumkin. Men kim haqida gapirmoqchiman? Diyora Keldiyorova, a famous female judoka. Ya'ni mashhur judochi ayol degani. Sportswoman who won a gold medal in the last Olympic Games. Demak, birinchi men uni Olimpiada o'yinlarida qatnashib medal olgani haqida gapiraman. Keyin who beat a world-renowned Japanese judoka Abe Uta who had been undefeated for several years. Uni raqibi haqida gapiraman ikkinchi qismda. Not only a sportswoman but also a social activist, a public supporter of women's rights. Uni sportdan tashqari karyerasi haqida gapirib beraman, ya'ni ijtimoiy hayotda o'zini qanaqa tutadi, ayollar huquqlarini ommaga olib chiqib, podдержка qiladi, shu haqida gapiraman va uni yutuqlari haqida gapiraman. Who received the nomination for the best sportswoman of the year in my country. Men mamlakatimda yilning eng yaxshi ayol sportchisi mukofotini olgan va oxirida uni oilaviy hayot haqida gapiraman. Who is happily married to another athlete and a mother to a lovely daughter. Ya'ni boshqa sportsmenga turmushga chiqqan va uni qizalog'i bor. Ko'ryapsizmi? Endi meni nutqim butun matn shaklda yozilmagan, balkim qisqa birinchi nimani, keyin nimani gapiraman, reja qilib oldim. Ana shu rejamni endi improvizatsiya qilib, qarab butun nutqimni gapirib ketishim kerak bo'ladi. Bu loose practice deyiladi. Ammo unutmangda, bu qadama-qadam bir-biriga bog'langanda, siz birinchi 1 oycha, 2 oycha tight practice qilasiz. Tilingiz ingliz tiliga moslashgandan keyingina mana shunaqa reja tuzib, loose practice ga o'tishingiz mumkin bo'ladi. Yana ChatGPT dan foydalanasiz. Reja tuzib oldingiz, ChatGPT ni olasizda. Now please listen to my speech carefully and I want you to listen and give me a mark according to IELTS speaking marking criteria and provide a feedback deb aytishingiz kerak. U sizni eshitadi, oxirida feedback beradi, baho beradi. Yana please change my speech and refine it to 1 band score higher deb so'raysiz. Misol uchun 6 olgan bo'lsangiz, 7 olgan bo'lsangiz, 8 qilib speechingizni sizga qayta yozib beradi va please set it in a text version desiz, sizga matn shaklida yaxshilab yozib beradi. Xatolaringizni ko'rib, qanaqa changelar qilsangiz 7 olishingiz mumkinligini ko'rib, nutqingizni yana ham rivojlantirib olaverasiz. Bu ikkinchi qadam. Eng so'nggi, eng kerakli, eng oxirgi qadam bu free practice usuli. Free practice bu loose practice ham 1 oycha, 2 oycha qilganingizdan so'ng o'sha siz ingliz tiliga anchagina moslashdingiz. Endi siz keyingi bosqichga chiqishingiz kerak. Free practice bosqichi bu ingliz tilida hech qanday tayyorgarliksiz erkin gapirish degani. Bu bilasizmi sizga nima uchun kerak? Bu hayajonni, qo'rquvni yengishingiz uchun kerak. Ko'pchilik uyda o'zi o'tirsa zo'r gapiradi. ChatGPT bilan ham zo'r gapirib qo'yadi. Lekin o'qituvchisining oldiga borsa, qanaqadir ko'chaga chiqib gapirsa, gapira olmay qoladi. Qo'rquv, hayajon bilan dovdirab bor bilimini esdan chiqarib qo'yadi. Shunaqa holatda siz free practice qilmaganingiz pand beradi, oyog'ingizdan yiqitadi shu joyda. Free practice bu tayyorgarlik ko'rmasdan haqiqiy hayotda gapirish degani. Buning uchun siz imkon qadar ko'chaga chiqib, qanaqadir begona odamlar oldida ingliz tilida gapirishingiz kerak. Qayerdadir debate club bormi, speaking club bormi, speaking bo'yicha competition bormi? Boring, o'zingizni majburlab, uyalsangiz ham, qo'rqsangiz ham, qizarsangiz ham, hayajonlansangiz ham
begona odamlar oldiga chiqib ingliz tilida gapirishga harakat qiling. Mana shu usul meni o'zimga juda ham katta yordam bergan. Universitetda 3-4 kursda o'qiganda o'zimni majburlab har xil klublarga, debatlarga borib, ingliz tilida boshqa odamlar oldida gapirishga harakat qilardim. Qo'rquvlarim yengishga juda ham katta yordam bergan. Yoki Samarqand, Buxoro kabi turistlar ko'p keladigan shaharlarga sayohat qiling yoki Toshkent eski shahar qismiga sayohat qilib, turistlarni uchratib, ular bilan gaplashishga harakat qiling. Ulardan misol uchun O'zbekiston haqidagi taassurotlarini so'rang, o'z haqingizda gapirish berishingiz mumkin, tanishishga harakat qiling. Ko'plab turistlar samimiy, ochiq bo'ladi va siz bilan suhbat qilishi mumkin. Mana shunaqa tayyorgarlik ko'rilmagan, ochiq suhbatlar, haqiqiy hayotda bo'ladigan suhbatlar qo'rquv va hayajonlaringizni yengishga juda ham katta yordam beradi. Shu o'rinda bitta muhim faktni aytib o'taman. Farqi yo'q. Birinchi marta IELTS topshirayotgan odam bo'ladimi, qayta topshirayotgan bo'ladimi, mana shu 3 ta katta xatodan bittasini qilishadi. Mana birinchi eng ko'p uchraydigan xato bu men ingliz tilini shuncha yildan buyon o'rganyapman-ku, o'zi bilaman-ku deb IELTS ga self study qilishga harakat qilishadi. Yoki bilmadim, qanaqadir kurslar qilmadi deb o'ylashadimi, kursga borishga vaqtim yo'q deb o'ylashadimi, o'zim o'qib olaman degan fikr. Men self studyga qarshi emasman. O'zim ham self study qilib IELTS 8.5 olganman. Lekin bitta katta minusi bor self study qilishi, bu siz ko'p vaqt yo'qotasiz. O'qituvchi bilan, yaxshi kurs bilan 6 oyda chiqadigan natijasiga siz 1 yil, 2-3 yillab, o'quvchilardan eshityapmiz 5-6 yillab vaqt sarflab o'rasiz. Olaman, IELTS topshiraman deysizda cho'zib yuraverasiz. Oldin o'qigan narsangiz ham esingizdan chiqib ketaveradi. Mana bitta oddiy misol o'quvchimiz Fariza. Assalomu alaykum. Meni ismim Fariza. Navoiy viloyati Zarafshon shahrida yashayman. 5 oy davomida o'qib 7 ballga erishganman. Undan oldin esa uzoq vaqt bola ta'tilida bo'lganim uchun o'zim mustaqil tayyorlanganman. Ammo 1 yil tayyorlanib 5,5 dan natijam ko'tarilmagan. Ammo 5 oy davomida tayyorlanib juda ham tez 7 ga erishganman. Gulora Muzaffarovani darsni qanday tashkillashtirish va uni qanday to'g'ri o'qishni o'rgatganlar menga eng katta foyda bergan. Katta rahmat. Ikkinchi muammo bu praktik kamligi. IELTS topshirib o'zi xohlagan ballni ololmagan istalgan o'quvchidan so'rang, nima uchun past ball chiqdi desangiz, javobi bitta: yetarlicha praktik qilmadim deydi. O'z aldamang. Siz ham yetarlicha praktik qilmayotgan bo'lishingiz mumkin. Sababi juda ham oddiy, dangasalik. Hammamiz dangasamiz, intizomimiz kam, bilamiz qilish kerakligini, lekin orqaga suraveramiz, chala-chulpa qilamiz, boshlagan ishimizni oxirigacha olib bormaymiz. Sizga kimdir tayyor roadmap chizib bermasa, o'sha narsani qildingmi yo'qmi deb vaqtda so'rab turmasa, imtihongacha davay qilyapsanmi yo'qmi deb ramkaga solib turmasa, siz oxirigacha olib bormaysiz, oylab, yillab cho'zib yuraverasiz sertifikat olishga. Boshqa o'quvchilar yillab vaqt sarflaydigan narsaga mani o'quvchim Ma'rifat 2,5-3 oy sarflab IELTS ballini 6 dan 7 ga oshira olgan. Assalomu alaykum Gulora ustoz, yaxshimisiz? Yodingizda bo'lsa yanvarda kursga yozilib 10 haftalik kursda o'qidim va natijamni 1-1,5 ballga oshirdim. 2 yil oldin topshirganimda 6 edi. Lekin hozir yaqinda topshirib 7 ballni qo'lga kiritdim va bunda sizlarning o'rinlaringiz juda ham katta. To'g'risi boshda ikkilangandim yozilishga, sababi offline kursdagidek bo'lmaydi deb o'ylagandim, lekin to'g'risi mening sheriklarim va mening darajamdagi bo'lgan insonlar 6-7-8 oyda qo'lga kiritishsa 1-1,5 ball yuqori natijani. Men Allohga shukr 2,5-3 oyda qo'lga kiritdim va ayniqsa aytib o'tishim kerakki, kursdan keyin ham bizni to ekzamen topshirgancha bizni shunchaki o'z holimizga tashlab qo'yishmadi. Doim bizni kuzatib, bizni bilimimizni tekshirib va barcha o'zlarida bo'lgan materiallarni tashlab o'tishdi va bu uchun sizlarga kattakon rahmat tilayman. Uchinchi eng ko'p tarqalgan xato General Englishni, ya'ni ingliz tilini o'zini yaxshi bilmasdan turib IELTS topshirishga shoshish. Bu xuddiki o'zingiz birinchi fundamentini yaxshilab qurib olmasdan tepa qismini 2 qavat, 3 qavat qilib qurib ketganingizga o'xshaydi. Ya'ni mustahkam poyga bo'lsa, uyingiz baribir qulaydi. General Englishni yaxshi o'rganmasangiz, IELTS dan siz o'z xohlagan ballni ola olmaysiz. Bitta yorqin misol sifatida o'quvchimiz Zoirni keltira olaman. O'zimizda ham General Englishni o'qidilar, ham IELTS yetargalik ko'rdilar va ballarni 5 dan 6,5 ga ko'tarib oldilar. Agar siz ham yuqoridagi o'quvchilar kabi natijaga erishishni xohlasangiz, unda sizni IELTS Bootcamp onlayn kursini keyingi potokka yozilishingizni
taklif qilaman, chunki bu shunchaki oddiy kurs emas, balkim 13 yillik ish faoliyatim tajribamdan kelib chiqib, minglab o'quvchilarda sinalgan eng effektiv IELTS 4 ta qismi bo'yicha eng zo'r samara beradigan texnikalarni o'rgatadigan onlayn kursdir. Bu kurs aynan siz uchun, agarda siz ingliz tilini o'qib turib, endigina IELTS topshirayotgan bo'lsangiz va bitta yaxshi natijaga erishmoqchi bo'lsangiz, yoki oldin IELTS topshirgan, o'zingiz xohlagan natijaga erisha olmagan bo'lsangiz va bitta balda qotib qolgan bo'lsangiz, balingizni kamida 1-1,5 ballga oshirmoqchi bo'lsangiz, unda bu kurs siz uchun ayni muddao. Masalan, sizlarga o'quvchilardan bir nechtalari natijalarini hosil bo'lishni o'taman. Assalomu alaykum. Men ismim Rahmatjon Asidinov. Hozirda 23 yoshdaman va xalqaro kompaniyada dasturchi sifatida faoliyat yuritaman. Gulor opani kurslarida 2024-yil fevral-aprel oylarida o'qiganman. Shu muddat mobaynida undan oldingi IELTS 6,5 natijamni 7,5 ga Gulor opani va jamoaning yordami bilan ko'tarishga muvaffaq bo'lganman. O'qitish formati va jamoa haqida fikrga keladigan bo'lsak, o'qish formati to'liq 100% onlayn formatda bo'lgan. Bu juda ham menga qo'l kelgan o'sha vaqt. Va alohida aytib o'tishim kerak, Gulor opani metodikasi ham juda ham menga yoqqan va to'g'risi, shaxsan men uchun boshqa bunday metodikali o'qituvchi ko'rganim yo'q. Jamoa ham juda ham do'stona, boshqa yordamchi o'qituvchilar ham, biriktirilgan o'qituvchilar ham juda ham do'stona. Doim muammolarni to'g'ri tushuntirishgan va biz ham vazifalarni qilolmay qolgan vaziyatlarimiz bo'lgan. Shu vaqtda ustozlar so'kib motivatsiyani tushirishdi, unga natijaga ta'sir qilishini to'g'ri tushuntirishgan va bu ancha bizga yordam bergan. Men Abdulboqiyeva Nilufar, yoshim 18 da. Abituriyentligimda Gulora Muzaffarovani onlayn darslarida 3 oy davomida qatnashib, 0B2 natijani qo'lga kiritdim va hozirda 1-kurs talabasiman. Bu kursning menga yoqqan taraflari har bir o'quvchiga alohida yondashib dars o'tilishi va video darsliklarni bizda hali ham borligi va hozir men bulardan hali ham foydalanyapman. Meni o'qituvchilarim Fayoza teacher hamda Shohsanam teacherlarga bu natijalarga erishishimga sababchi bo'lganlari uchun kattakon rahmat aytmoqchiman. Assalomu alaykum. Mening ismim Murat va marhabo. CFR darajam C1. Men ingliz tili o'qituvchisiman. Men 2023-yilning yozida Gulora ustozning kurslariga qatnashganman. Darslarga kelganimda IELTS topshirmagan edim. Sifir tizim bilan ham endigina tanishardim. Ayniqsa formati bo'yicha qiynalardim. Gulora ustozning darslari va jamoalarning menga eng yoqqan jihatlari shulardan iboratki, darslar juda tartibli va tizimli o'tardi. Islom ustozning reading va listening tushuntirish uslubi ideal darajada. Har bir detal aniq tushundirilardi. Aytgancha nazorat haqida ham to'xtalib o'tsam, chunki bu bilamizki, ko'pgina kurslarda bu narsaga ahamiyat berilmaydi, lekin Gulora ustozning kurslarida bu juda ham kuchli. Har bir o'quvchining natijasi muntazam kuzatib boriladi. Jamoaning do'stona muhiti va motivatsiyasi o'qish jarayonida yanada ham yoqimli qiladi. Men bu sertifikatga ega bo'lganim menga nimaga yordam berdi? Xo'p, C1 sertifikati menga professional jihatdan katta imkoniyatlar yaratdi. O'qituvchi sifatida 50% ustama oldim va o'z faoliyatimda yangi bosqichga chiqdim. Bu natija men uchun nafaqat moliyaviy, balki ruhiy motivatsiya ham bo'ldi. Gulora ustozning o'ziga va jamoadagi ustozlariga rahmatimni bildirmoqchiman. Gulora ustoz, Islom ustoz va butun jamoaga chin dildan rahmat aytaman. Sizlarning puxta darslaringiz, shu bilan bir qatorda qat'iy nazoratingiz va doimiy qo'llab-quvvatlashingiz tufayli bu natijaga erishdim. Sizlarning mehnatingiz men uchun haqiqiy ilhom manbai bo'ldi desa bo'ladi. Shu bilan bir qatorda yana bir bor sizlarga o'z minnatdorchiligimni aytib o'tmoqchiman. Agar yanada kelajakda men sertifikatimni yangilash uchun bironta kurs tanlaydigan bo'lsam, albatta sizlarning kurslaringizni tanlayman. Bu safar IELTS topshirishga o'z jur'atimni yig'ib IELTS topshirishga harakat qilaman va boshqalarga ham shu kursni tavsiya qilaman. Hech qachon afsuslanmaysiz, chunki hamma narsa bu kursda kuchli tartib, intizom va nazorat va reja asosida olib boriladi. Eng muhimi shu deb o'ylayman.
Siz ham mana shunday muvaffaqiyatli o'quvchilar qatorida bo'lishni xohlasangiz, hoziroq video pastda maxsus havola qoldiraman. Shu havolaga kirib, keyingi IELTS Bootcamp onlayn kursim uchun ro'yxatdan o'tib qo'yishingiz kerak. Kiring havolaga ism, familiyangiz va telefon raqamingizni yozib qoldiring. Nimaga siz aynan hozir kurs uchun ro'yxatdan o'tishingiz kerak? Buni ikkita afzalligi bor. Birinchidan, hozir kursimizga qabul yopiq, qabul ochilganda biz birinchilardan bo'lib sizga aloqaga chiqamiz. Tasavvur qiling, mana YouTube o'zida 130 mingdan ko'proq, Instagramda 100 mingdan ko'proq, Telegramda 30 mingga yaqin obunachilarim bor va biz kurs ochilganlik haqida e'lon berishimiz bilanoq joylar tez to'lib qoladi, уже nima desam, kursga qabul tez yopilib qoladi. Mana shunaqa holatda oldindan ro'yxatdan o'tgan bo'lsangiz, siz o'zingizga joy band qilib qo'ygan bo'lasiz. Birinchi bo'lib biza mana shu ro'yxatdan o'tganlarga telefon raqam, qoldirganlarga telefon qilamiz. Va ikkinchidan, siz rosa maza qiladigan joyi, mana shu havola orqali birinchilardan bo'lib ro'yxatdan o'tganlarga eng optimal, eng zo'r narxlarda kursimizni taqdim qilamiz. Ro'yxatdan o'tish uchun havolani video ostidagi izohlarda qoldiramiz. Agar bu havola sizda mabodo ishlamay qolsa, ekranda QR kod ham qoldiramiz. Mana shu QR kod orqali ham siz ro'yxatdan o'tishingiz mumkin. Video sizga yoqqan bo'lsa, unga like bosishni va izohlarda fikrlaringizni bildirib ketishni unutmang, chunki mana shu reaksiyalar, sizni yozgan kommentariyalar orqali men o'zimga juda ham katta motivatsiya olaman. Va keyingi videoda aynan qanaqa mavzular bo'lishini xohlaysiz, uni ham yozib qoldiring. Keyingi videolarda ko'rishguncha, xayr.